Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir hadislari bor. Hojilar yoki umra qilgan kishilar Allohning mehmonlari. Unga agar duo qilsalar ijobat qiladi. Agar undan kechirim so'rasalar, gunohlarini kechirib yuboradi deganlar. Bizning xalqimiz hojilar uylariga qaytsalar, ularni ziyoratlariga boradilar, ulardan duo olishga harakat qilishadi. Mana shu joyda bir ajoyib nuqta bor. Buyuk sahobiy va buyuk sahobiyning o'g'li Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasihat qilgan ekanlar. Agar hojini uyga kelayotgan vaqtda uchratib qolsangiz, tez bilan salomlashing, salom bering, qo'l berib so'rashing va undan sizni Alloh kechirishini so'rab berishini iltimos qiling. Chunki uni gunohlari kechirilgan. Toki uyiga borguncha shu ishni qilsangiz ulgib qoling degan ekanlar. Uyga borish deganda dunyo ishiga aralashib ketmasdan deganida. Xo'p, endi odamlar ziyoratga borsalar, ular bir maqsadda borishadi. Shu odam shu odamni haqqiga kechirim so'rab bersa, bir narsani so'rab bersin, ey Allohim, meni gunohlarimni kechirgan va bizni ziyoratimizga kelgan mana shu kishilarning gunohlarini kechirgin deb ikki og'zim shu gapni aytib berishsin. Boshqa gap kerak emas. Mana shu gaplar ijobat bo'ladi. Boshqalar ham ijobat, ammo shuning uchun borganlar odamlar. O'zi ham shu uchun borgan hajga, kechirilish uchun. Mana shu odamni kim haqida so'rasa, kechirish haqida duolari ijobat bo'lar ekan, toki dunyo ishlariga aralashib ketmagan bo'lsa.